Men atanaman, men uni ruxsat berdim. Haqqim yo'q. Ugroza qilmayman, asasa qilaman deb. Qilayotgan jo'qsan, tushuntirmay sen tinglab ol. Ugroza qilma, asli so'ydi. Buni o'shitmaydi, O'shirmaydi. O'shirmaydi. Yaxshi, ana keldi, aslan. Mana ugroza Егер мұғалім жетіспейтін болса, вакансияға қоярсан, вакансиядан қайба, мұғалім келем дегенше, екінші адам вакансияға оқып тұрады оны. Түсіндіре алдым ғой. Егер оқытылмайтын болса, не? Түсіндірді ғой сізге? Әне соның тәртібін үйретің, соның тәртібін түсіндірің. Тәртібі сондай. Не үшін баланы жібермей отырсам мектепке? Не үшін себебін айт маған? Әкірен себебін айт. Не үшін сұрамаймын сізден? Ата-анасысың ғой сен, атасысың сен. Сіз менен сұрауға вакалатыңыз жоқ. Не үшін сұрауға вакалатым жоқ? Не үшін вакалатым жоқ? Әне сіз маған вакалатыңыз Мектеп жасында бала ол, өсірім жасы есебінен ол. Мен тегіші органға жауап беремін. Міне орган адамдар отыр міне қасында. Міне орган. Сіз ма органның адамы? Мен сіздің сауалыңызға жауап бердім бе? Комиссияда şu birdeki şu Өшіріп қой камераң болды. Мен қосылып тұрамын. Қосылып тұрсың, керек болды. Ертең хакиметтің алдында şu комиссия şu видеоны апарып беремін. Birinci sınıf farzandımды sүйүүгө чыгармады деген менен этираз айтты. Түркмен тилин айтылды, я да 9-сынып кыздардын дарсында зороболук кылатлар болгон деди. Оңадан үйреніп шықты, бірақ ол анықталмады ондай ешқандай. Енді уәкілдер комиссиясында көріп шығар еді. Бұл комиссияны салайық. Жоқ десін, неге жібермей қойған. Қазір тәлім мәжбүри емес пе? Мәжбүри тәлім, мәжбүри. Шуның үшін анда келді. Шуның сен неге қайтканда балаларың, қыздарыңды мектепке жібересің, шуны айт. Мен yaşlılar, meni yeni Ол қайткенде емес, ол мәжбүр жіберу керек. Ата-анасы жауап беру. Тәлім хақында қанунда да бұл нәрсе мәжбүр екенін белгілеп қойды. Ямаса орын басып шақс мәжбүр екенін белгілеп қойды, масыл екенін. Енді ол жерде басқа айтатындар жоқ. Өткенде түсіндірдім мен бұл. Келісім өткен бұл мен жіберсең де ертеңнен болса жіберемін деп. Қаған жаныма мәселені шешіп жіберемін. Мәселені шеш. Енді не қай жерді? Мойна не деп қойма? Істемеген затын. İstemegen zaten. Балаң бірінші класс балаңды далаға жібердің ғой, неге жібермеді деп сен айттың. Жібермеді деп. İstemegen zaten. Басқа нәрсені. İstemegen zaten. Çeşitiniz yok, çeşitiniz. Ол нәрсе себеп болмайды, балаң оқуға келмеуіне. Құрмет тарақ бар. Ол нәрсе себеп болмайды. Мен әрді сізде бар ма? Ата-анасы анда, ата-анасы. Менде бұл өзіңнің хаттырақ нең болу керек та, мен қырам балаға, қызыңа деген. Мені қазір қой бағып жүріп қоймай. Енді не жібермей қойсаң? Мен қой бағып жүріп. 1 жыл емес, 3 жыл деп жаңа айтырсаң маған. Мақтан. Мақтанып мен. Онда не? Мәселе неше уақыттан бері 3 жыл деп давам етті деп айтып жатқан. Неге мақтанып баламды? Не қылса оғыланда? Жәметтен ажыратып. Міне кәйттей отырды, ұстазлар отыр. Айтсын міне. Балаларымды айыппан ма? Кімді айып екен? Айтсын міне. Сөйлең сіздер міне, құрметті жаман. Мен сіздерді бүйрек етмеймін. Тиятыр қойып бере жақсам ма? Мен сөйлеп болмады мейлі. Маған сөз бердің ме? Ақыры еште ашылды. Ештесем ме? Ешмейсем ме? Мен сенде себебін сұрап атпан, жібермегенің себебін. Мен жеткізіп алайын үшін пікірімді. Тыңламай атсам ғой енді. Тыңламай атсам ғой. Шен апаға сөз берді, үндемей отырып, жақсы тілім пішіліп отырып. Бияшылға сөз берді, мен не ол? Себебін айтшы, себебін. Ол нәрсе себеп боламайды ғой. Адабатың, сенің адабатың, лишний адабатың, жеке адабатың. Еш уақытта баланың оқуға келмеуіне себеп боламайды. Қандай да? Қандай келді? Қандай да? Дәлелеп бере алсам ба? Не затты? Адабат деген зат бұл. Адабат деген ішінде нарашылың мұғалімдер керек. Мұғалімдерге қайсы мұғалім наразы? Білмеймін ғой өзіңді. Өткен айттың оны. 5-6 адам бар, сол адам жоқ болмай тұр, мен бұл жерде тыныш қоймаймын деп. Айтамын, әзірем айтамын. Міне камераға айтамын. Қош. Мен сұрап отпан, бірінші отты. Кәдімді бастайын аузын бұрасыңыз. Яғни, маса деманады да, жисмани болмаса. Сіз бірінші сөз бердіңіз бе? Бір ата-анамен бір жинасын өткеру тәртібі бар. Бір адамға сөз берген тақырыбын тыңлап болынады. Сен тұр, сен отыр, бұл қалай ол сіздікі тәртіп бұл? Мен сөйлеп отырмын. Сіз шен апаға сөз, мен демей отырмын, яшы. Қой, ұстазың не қылмай-ақ қояды. Сіз тыңлап алың. Маған сөз берген тыңлап алың. Енді сен саған сауал қойып жатырмыз ғой. Не үшін жіберіп жатсаң балаларыңды міне? Сауал қойып жатыр, сен бастап араластырма бұл нәрсені, сен өзіңнен. Сіз кімсіз маған сауал қойдыңыз? Сауал бердім. Ол мен сол өлім барса ма мен? Нема қылышым керек өлім барса ол? Сакрат үшін керек, шапақ салып берішім керек. Не сапқа?
Bölüm başkanı Men bo'lganlar sana so'rab o'tiraman, bolalarning ne uchun o'qishga jibirmayapsan? sizda hech qanday vakolat yo'q men so'rab qo'ysiz. Siz tergovchi emas, prokuror emas, sudya emas. Men shu ishda o'rnimdan javob berishim mumkin. Bu yer men ustida jinoyat ishi qo'zg'algan vaqtimda. Tushundingizmi? Ne uchun? Ne so'rov haqim shu qo'zg'aldi? So'rab, Ne uchun? madaniyat so'rab, men seni uyda boshqa shart qilaman deb qattiq bashqa o'zini ko'rsatib o'tsam bu yerga. Ne qila olasan? Ko'rsataman. Qo'ldan kelgan zarlarni shafqat devorni atdan qasasini shafqatda qog'oz yozib, hokimiyatga, prokuraturaga, sudga chiqarish mumkin. Chiqarib qog'ozini o'zingga birga borasan men. Bo'lgan vasiyatni bermaydi qo'ldan. Keyin u nelarga bildiramiz? Bildirmaydi. Endi ne qilib o'tirsiz? Ne qilib o'tirsiz? 2 oydan beri ne qilib o'tirsiz? Bildirib bo'lsin. Ota-onasisan sen, o'zing ota-onasi. Sen emasmi? Sizga söyleyip o'tirdim. Men senin uyingda xotining emasman, balang emasman. Men sizga söyleyip o'tirdim. Dostlar söylese kim? Dostlar söyle. Men senziremem. Senziremem. Men senin arasında. Senziremem. Ya. Senziremem. Söyle yaşım. Senziremem. İltimas. Men sizga söyleyip o'tirdim. Hurmatini qil. Aynen. Men so'raman emasman. Senziremem. Maddanday aytding, nima, maqsading nima? Maqsading nima? Maqsadingni ayt. Menda maqsad bor deb Men nega shahardan so'rab beryapman? Ya maqsadingni chechin. Jinoyatga nega shahardan so'rab beryapman? O'xshar, ne uchun jurnalistlar maqsadini bilan bunau Вообще gul-gul qolmadi jamiyatda. Barma maqsadimiz. Men jinoyatga nega chaqirdi? Kim chaqirdi men jinoyatga? Kim tashkillashtirdi? Men so'rab beryapman esa. So'rab beryapman. Shunday bo'ldi, men xabarim yo'q deb aytdim. Yashol kelib dedi. Prokuraturadan adam meni hokimiyatda nizamga kelib o'tindi yo'q deb. Tushunyapsizmi? Gapni tushundingmi? Men bilaman qiyindan bo'ldi. Meni kim dinlarga chaqirdi va nima sababdan chaqirdi? Men siz so'rab o'tdim. So'rab javobda odamlar shu dinlar tashkillashtirgan adam bilan gaplashib olayim boshda. Endi men tashkillashtirib aytayim. Men shu meni bunday deyilgan shunday masalalar bor deb, menga tushuntiring boshda. Bunday degan ayni masalalar bor. Kim protokol yozdi bu yerda? Kim meni dinlarga chaqirdi? So'rab javob bering, odan gaplashamiz. Asla tanıştırdım sizi. Kim katmasdı oturgan jinoyat? Siz boshqaruv jinoyatlarni? Ya men tanıştırdım, başladım. Bu yaşlılar men yaxshi taniyman. Tanıştırdım. Ya tanıştırdım. Bu yaşlılar nishini bezonchi protokol ishini bilib men tanishtirib shart emas u. Jinoyatçı maqsadini aytdim men sizga. Ben qaytadan onu sana aytib berib, Ya, jinoyatni kim tashkillashtiradi? Men siz davlat tilida gapiryapman. Bu yig'ilishni kim tomonidan, qanday usulda, nima maqsadda tashkil qilinyapti? Tushunyapsizmi? Davlat tilida gapiryapman. Iltimos shunga aniq kiritib olib, men sizga savol bermayapman. Va uning yig'ilish bayonnomasi kim yurityapti? Savol. yig'ilish bayonnomasini millat uni tushirdim men. Bu siz unga komanda berib, bu hokimiyat bor. Bilib o'qiyman. Onda nega bo'ldi? Anda geldi, yaxshi, anda geldi. Bir min. Chaqirganlarim maqsad bolalarning maktabga nega kelmayotgani. Yaxshi savol. Endi ana bundayda. Yerdan bolalar jamiyatga aralashuv kerak-ku. Endi qachonga deydilar? Yerdan 10 klass, 11 klass ular bitiradi, yerdan jamiyatga aralashuv kerak. O'zlarining deganday. Yashulga menda qarshilik bormi? Qarashlar maktabga kelmayotganini bizlar shu nechun ekanini bizlar bilmayapmiz. Hani shuni bilmasanlar shu menga ma'lum qilmoqchi edi. Lekin bu yoshlar bilan bor qo'pol munosabati, xira munosabati. Qo'polchilar emas, bu o'zim ishini nima qilyapti-da u. O'nday harakat bu xodimlarga qo'shib men uni qo'ldan sabr deganmizmi? Men u gapini men aslan söylashikda vaqt olmayapti. Men vaqtda olmam yo'q. Men chaqirib kelganman, xabar yo'q. Tez bu masalani chechsak, misol uchun Yashul men tayyorman. Qanday savolingiz bor? bolalarni aytdi-ku. Qanday savolingiz bor? Men javob beraman. Endi tushuntirdi. Men majburiy dedi. Al endi sen. Yashulga nechun qaytganda maktabga kirasan deb. Xo'p, tushundim. Savolni tushundim Yashul. Tushundim. O'zbek tilini qarabotlar, qazaq turkmanchani yaxshi tushunib aytdim. Men bu yerda mesele qo'yib turaman sizlar. O'rmon turib, yana xormizni yaxshi bo'laydi. Deylik, nima kun chaqirish tashkilotchilar bilaman deb tushunyapsizmi? Siz so'rab qo'yapsiz. Sizin so'rovingizga men javob bermak uchun yo'qdim. Sana, siz prokuraturada faoliyat yuritgan odam, siz qonun, huquq, qoida yaxshi bilasiz. Men savol do'stlarga yig'ilish kim tomonidan tashkil qilindi deb savol beryapman. Biling-da, iltimos. Ya baribir hamma keldi. Baribir degan so'z bo'lmaydi Bu o'zi. dokumentlashtiriladi. Hozir hammasini yozib o'tiribmi? Yozib o'tirgan boshqa zot Yashulov. Men yig'ilishni kim tashkil qildi va shuning rahbarini, yig'ilish boshqargan odamga savolga javob bermoqchiman, xolos. Tushunyapsizmi? Iltimos qilmoqchiman shunga. Yerdan misol uchun men bunga bu yerdan boshqa maktablarda jamoatdan boshqa bunga ichki ishlar hozir Milliy gvardiya ular maktabda meni davomatda shular tekshiryapti edi. Nechun endi kelmayapti? Sababini sizlar olib bordingizmi? Ertaga netgan vaqtda buni so'rov bo'ladi deb bular endi o'zining nesini buni boshqada ish faoliyatini shu yerda yurgizish kerak-ku.
Shular aslan so'rashib shundan Ha, tushundim. Demak, endi tushundim. Menga endi yetib keldi, hurmatli jamoat. Demak, ayrim Qo'shtirnoq ichidagi davlat xodimlari o'zining kallasini aqlash maqsadida go'yoki men ish bajardimmi? Yashulli, men bu yoqdan sizga eslatyapman, uzrda. baribir bu yerda kalla to'rali gap ketdi. Men fikrimni yetkazib oldim, yashil o'rtaga tashlayapman. Imini familiyani aytmadim, birovga tegirib aytayotganim yo'q. Ayrim Qo'shtirnoq ichidagi davlat xodimlari deyapman. Siz davlat xodimi ishlab ko'rgan. O'zining kallasini qilgan noto'g'ri harakatini aqlash maqsadida demak bu yig'ilishni shunchalik o'yin tariqasida tashkil qilgan deganda. Shundaymi? Bu yana o'zing qayt. Mansur aka nima maqsadda chaqirdingiz meni? Xo'p, sizga savol. Siz meni nima maqsadda chaqirdirdingiz? Siz chaqirdingiz. Boshqa bu yoqdan hech kimdan menga xabar bo'lmadi. Sizdan xabar bo'ldi. Xo'sh, eshitaman. Nima maqsadda meni bu yerga chaqirdirdingiz? Chinab o'tiring ustoz, ayangda nima u? Na bu yerda sud to'padan odam o'ldiramiz, o'tiring, nima? Sizni farzandlaringizni Xo'sh, qaytaruv masalasini ko'rishimiz. siz ichki ishlar organisi to'g'rimi ayni paytda? Ichki ishlar organida faoliyat yurityapsizmi? To'g'rimi? Xo'p. Nima maqsadda meni chaqirtirdingiz mana yerga? Qaytaruv masalasini ko'rib chiqib bo'yicha. Xo'p, ko'pchilik chaqirdi. Kun tartibida masala shu bitta masala, to'g'rimi? Xo'p, yig'ilishni kim tashkil qildi? Shu jamoat bundan yaxshi. O Yashulko'ylarning nima? Yashulko'y endi hokimiyatning vakili. Hokimiyatdan nazorat qiladi. Yashulko'y nuroniylar, yaxshi bu Yashulko'ylarning hurmati bor. Yaxshi bular eshitdim. Bular chaqirgandan keyin o'tib, bular ish pishgandan kelmaydi. To'g'ri tushun. Siz davlat xodimi sifatida siz menga savolimga aniq javob berib, siz aniq ishlashingiz kerak. Faqat chiqillab menga javob berib, yig'ilishni kim tashkil qildi? Hokimiyat tashkil. Hokimiyat qani hokim? Yo'q, hokim qani deb so'rayapti. Prokuror bugun nazarda andan kelgan bir o'g'it nasihatni yig'amiz dedi. Qani shu prokuror? Söyleshamiz dedi. Qani shu prokuror? Endi hozir jo'xoridan raislar kelib qoldi. Hozircha boshlab turing, boraman deb aytdi. Bo'lib kutib turamiz. Bitta xabar olib bu uzr, tushundim men sizni. O'g'it nasihat жұмыстарын olib borib, yoshlar o'zining aqlini bersin, shuncha organizatsiyalar bor deb aytdi. Men yoshlar söylashib ko'rsin. Ha, men bu ikkita yoshlarni gaplashtirmoqchisizlar. Shunaqami? Mesela endi bu yerda shunday yigit bo'ldimi, vatanlarni o'rtaga olib, söylashib, o'quvchilar tarbiyasi, keyingi yillar hollari o'ylashgan holda söylashamiz deb chaqirdi. Bu yerda qanday rasmiy izoh yo'q bu yerda. Просто norasmiymi bu? Rasmiy ham bor. norasmiy desa ham bo'ladi. Shunda shuncha yoshlarga avvalroq norasmiy harakat qilyapsizmi? Ular uyida bola chaqa. Bu yerda o'g'it nasihat жұмыстарын olib borib, bizlardan ertaga so'raydi-ku, nega buni masalan yeni bolalar masalasi bo'yicha ertaga jinoyat bo'ladi-ku. O'zidan oldin jinoyat qilib söylashmadingiz buxoramni. Tushundim. Endi hurmatli hokimiyat vakili, siz meni to'g'ri tushuning. Men har bir gaplashganimda to'g'ri tasvirda tursin. Yaxshi. E'tibor bering, bugun 2025-yilning 29-oktyabr adashmasam, to'g'rimi? Mana birinchi chorak bitdi. Men tushuncham bo'yicha. Endi mana bu yoqda rayondan yoshlar yaxshi biladi. 60 kun o'tibdi hali. O'quv boshlaganimizda. Sizning ningizga. Men bu yoshlar bilan saharda o'tirib gaplashganman. Men bularga o'z minnatdorchilik bilaman. Shuncha ishimdan qolib, katta yoshli inson bo'lib turib, meni hurmat qilib, farzandimni o'ylab kelgan uchun siz ikkingizni yaxshi minnatdorman. Inson. Sağ olun. Yönü, ben bu oğlum edotun için yaşlı adacı koyulmaya verdim. Adamı düşündüreyim. Siz bana prokuror keylemen diyorlar. Prokurorun kol değmişliğimizde başakın ve ağabeyden böyle. Yaşlı görün, avara kullanmıyor, yaşlı görünme yanmaktan. Ben özümü yanmayayım. Ben 24 saat kalmış şöyle gelirsen geleyim. Böylece. Size özümün itirazında hakimiyet rakip kıldım. Hop. İkinciden, hakimiyet zamanında yılış taşıp kılınayatken bozsa. Bu bayağı gitmeden komisyası değil mi sadece bu? Komisyayla ulum alakası yok. Komisya başka, takım apparatı reisi. Doğru mu? Komisyadan aldım eline yaklaşmak şeykansızlar. Nege yıkaya devamlı hareket kılmadı? Tamam, ortada. Nege yıkaya devamlı hareket kılmadı? Yıkaya kanday cümüşler alıp pardon. Devlet orgun sıfatında. Abi gaplashildi bu. Siz ham söylashildi. Kaçar? Başlandı. Ballar keldime şarek başlangandan keyin? Keldime ballar? Bir hafta geldi. Yok, hayır. Bir gün gelse ya, dikkat et. Ama yaşlılar beni olup böyle vardı tabi. Bu yaşlılarına doğru informasyon verişim gerek beni adım. Bir hafta geldi. Dikkat et yaptı bu yaşlılar. Mehmet abi ben adam. Yo, yakın olmadım ama. E'tibor verin. Siz uyga bargandan keyin. Men uyga barmasdan oldin maktabga atana kelganman. Joriy yilning boshida kelgan, o'qish yilining boshida. Atana sizni?
Atana men de o, başka atana yok bu. O, nima deb kelgan o? Hozir bu yoshini bilmaydi hisobda. Hozir bunga açıp kartani beramiz, o sekin ag'darib ko'radi-da ertaga. Mana tushunib oladi. Kim hozir bu meni o'qib, sen muallimim dedi, shaxsiy noroziligim dedi. Men muallim bilan shaxsiy noroziligim bo'lmaydi shu vaqtda. Diqqat edin. Men oddiy odamman. Men maktabda ish faoliyati yuritmayman. Hech bir odamga shaxsiy adovatim yo'q. Bo'lmaydi ham, bo'ldirmayman ham. Va'da beraman. Agar menga nisbatan bo'ladigan bo'lsa, unda ham tegishli tartibda javob berishga tayyorman. Har tomonlama huquqiy, psixologik, ila qonun nuqtai nazar. Xo'sh, mana tumanimda yo'q, men unaqa savol bermayman sizga. Kechirasiz, Taqadash tumani uni rasmiylashtirib, boyagi norasmiy gaplashyapsiz. Taqadash tumanida 22 maktab. Yo'q, mana Ta'limda aralashtirma unda zot deyapman. Iltimos. 10 maktabda muammo yechik, men 22 maktabimiz men qizim emas, uning ota-onasi bor, uning boshqa ishi bor. 12.727 o'quvchi. Xo'sh, menga nima qiladi? 10-chi Bu ota-onasi men emasmi? Men o'zimning 4 farzandning ota-onasiman. Ana geldi, bir ming to'lamasdi endi. Yo'q, mana statistika kerak emas. Yoshga aytaman, bu yoqqa. Statistika kerak emas. Savol javob beradi. Statistika kerak emas mana. Statistika bilasizmi? Shunchaki men ma'lumot kerak, men bu yerga maqsad bilan keldim. Yoshga meni maqsad so'rayapti men. Tarazot qidirmasdan turkman tilida yozsangiz u chechildimi? Turkman tilida savollar oldi. Men hozir eshityapman. Hozir eshitdim. Men xabarim yo'q. Sababi, diqqat eting, to'g'ri bering. Sababi hurmatli rahbarim. Mana bu murojaatim bo'yicha javob xati berilgan yo'q. Bir. Tushundingizmi? Ya pochtadan, ya qo'lma javob xati berilganda, men shu murojaatni mana bu javob bitta necha yoshligim bormi? Kunigacha manman sizga 28. Menga javob xati berilsa, men bu temani bu yerga ko'tarmayman dedim. Dedim informatsiya yo'q. Hozir eshitmadimmi? Eshitdim xabarni asmana tushganda. Men biroz shunchaki chaqirdim. Sen o'zingning vasi bo'lib, mana kabinetda o'tirib, сөйлестік дұрыста. Директорға айтып кеттім, бір апта сізге мүддет дедім. Necha hafta o'tdi ya shu? Иә, бір апта дедім. Өзің хабары барсаң, мен хабардар қыласаң, міне ауылың ата-ана сізге дедім. Yo'q, O'sha sizga dedim. yo'q, qachon xabar berdingiz? Mana Masala jeri. Барсаң sen ham барсаң ishingga o'tir. yo'q. Xabarimiz kim? Mana bu. Sizdan barishingga sonda mіндет беріп кеттік қой сізге, айтып кеттік міне мына мәселелерде дедік. Осы мәселелер айтылып ол жерде информатика мұғалім оқытқан айтылды. Жаңағы 9 класс ненің тұрған бабы не болған азамат енді. Оның мәселе көріп шығады. Соның тәртібін айтып кеттік, қайтып анықтау керек әңгімесін. Ата-ана ғой міне ауылымызда енді бір адам жерде тұрады. Айтты ғой 1 минутта келемін үйімнен шықсам. Қоңырау етуге таяр дегенде келмейді. 1 минутта келемін деп. Men hozir bu hayron qolyapman. Mana masala yechildi, mana masala yechildi. Menga rasmiy turda javob berish kerak. Biroq сол кезде маған уәде бердіңдер, ертең жіберемін балаларымды. Hozir kelaman. Men hozir kelmay qayerman? Hozir kelmay dedim bola. Sen o'zing so'zma-so'z deding mine. Men aytibman. Hozir kelmay dedim. Men aytdim, bo'ldi deb kelishdi. Olan berdi kesib. Bo'ldi kesib. Men qolgan joyni olib ketib beraman sizga dedi. Gapirtirma. Men sen qo'l bergan bo'lsam, men hozir ham aytibman. Shuncha rahbar aytdim. Hozir ham keldim. Muammo nechun birinchi? Muammo nechun? So mashg'ulani ayting deb aytamiz-da bizga. Mashg'ulani ayting. Ne zat u kelib Men hozir 12 kamida 12 ta idoraga kirdim. Kamida 12 ta idoraga, tashkilotga kirdim. Sizda ichki ishlar ham bor, prokuratura ham bor, hokimiyat ham bor, rayon ham bor, maktab ham bor, boshqasi ham bor, bolasi ham bor, battari ham bor. Tushundingizmi? Xo'sh, birortasidan javob xat olganim yo'q deyapman men sizga. Ya shunga javob berilmadi. Yo'q, men olmadim. O'tirib javob berilmadi men. Otur aytyapman, savol berib javob ber. Otur söyledi. Yaxshi o'tir, mынандай chekishadi. Fizikалық shaxslarning ijro haqqından nizomda fizikalik shaxslar azonning o'z neleri var da, tartibleri var da. Olasha kelib 15 kun nede? Sozganimizda 15 kun. 15 günden başka müddet talep ettiğimiz sonunda sorulakta beraber. En azından üyelerine bular onam şişlikte hareket kılmaktan şey ayıptı o. İnformatik muhalini almazdı dedi. Gelecek hakimiyim muhalini kanday dediniz? Olam yedi açısından o keliminde vardı. Mesela şey işletti. Sizin onamla cevabını veretti. Siz boğan karamay, bundan başka ne söz veriyorsunuz o. Erkekten başka ben böyle işin olmandan yana gelemedim. Ben size söz veriyorum. Bala kelir mi ettik? Kimlik diye baktım. Kaysı tartipte asasız aytmadı son. Kaysı nege tika? Tartipte tikasız aytmadı. Kanundan mı yaklaşarsın? Ya kaysı tartipte? Yok, kitapla yaklaşacak, başkaca yaklaşacağım ya. Ya kaysı adam geçti, adam geçti. Adam geçti bilir, Müslümanın dilini söylüyor. Müslümanın balası yok benim.
Usuldan azamat ol, usuldan nanjı yoktu usuldan hizmet etip meni. Men aytman, qachon Ana masala gap bersa, to'g'risini aytayın. Bir narsa Sen boşa başlasana bakalım. o'tganda de sizga takrorladim. Ha? Maktabda bilim olib, ta'lim olib masala aytdim. Birinchi kelsa qabullayman, qabullaganga chekim, ham so'm kelib chiqaraman degan ish tartibi bor. men bo'ysunmamışlar. Men bo'ysunmadim. Tartibi bor. So'qan kiygarimizni razı yo'l tutib atamiz. Maqsad Balamiz sizin qatnashib yotgan shu tartibning qandaydir bir nesi amal qilmayapti. O'g'il sebepchi siz bo'lib tursa. hikoyalarni nega istemedi so'zlar. Nega istemedi? Keldim bu menda. Siz kelgan navbat qilamiz. 3-oktyabrda Kelib keldim. ketdingiz, 3-oktyabr, 4-oktyabrda keldingiz. Keldim men sizga. Fuqarasiga qo'ng'iroq qilib menga murojaatga javob bersin nima deb javob bermayman dedi. Ne javob? Nega bermaysiz? Bardim dedim o sizga söylesin dedim o birga. Murojaatga qonunda qora murojaatga. Qora murojaatga. Og'zdan murojaat bo'lsin, yozma qizimga kecha yoshliq aytib ber. Javob berish shartsiz. Birinchi tartib buzarsiz. Bilasizmi shuni? O'zingiz tartib buzar bo'lib turib, boshqalardan namuna qilib o'ynab qo'yapsiz. Siz tartib buzarsiz bundayda fuqarasiga qo'ng'iroq bersa, sizin kelgan yangiz bo'yicha bari bu yerda uylanib, bir bilan bir mana masala dedik, ikki mana masala dedik, uch mana masala dedik. Uylanib shishdik bir hafta muddat ko'zingizga yetirib, shishdik. sonra bir baroq qog'ozda chiroq qilib, mana sen hurmatli bu masala nega bermaysiz? Berdim bu bilan javob berdim. Berdi, qani men sizga Berdim javob. Yo'q menda javob. Mana javob nima? Yo'q dedi. To'g'ri. Menda javob yo'q. Menda javob yo'q. Rost bo'lsa rost, duo bo'lsa duo farqi yo'q. Menga javob men sizdan kutyapman. Men murojaatni maktabga qilmadim, sizga murojaat qildim, yosh uka. Eshigingizga borib, eshigini taqlab, assalomu alaykum kirib bordimmi? Sizga murojaat qildimmi? Nimaga menga javob bermaysiz deyapman? O'zingiz imzoyingiz bilan deyapman. O'zingiz tartibingiz bilan bermayapsiz, savol beryapman. Siz nima qilsa fuqaro murojaat javob bermayman deyapsiz. Sizin telefonda gaplashib oldingizdan tutib javob bermayman deganingiz bor. Siz shuning uchun javob berasiz. Bilasizmi shuni? Javob bermayman degan uchun javob berasiz. Siz O'zbekistonning fuqarosi borib oldingizda ota-ona bo'lib turib, sizga murojaat qilib, обращение qilyapti, sizga qanday usulda bo'lsin, elektron, yozma, og'zaki bo'lsin, siz yozma ko'rishda javob berishga majbursiz. Qonun talab qiladi shuni. Siz hozir bermagan qonundan qonundan menga o'zingizcha va'da qo'ysangiz, qonunni menga tushuntirasiz. Ma'lum qildim, murojaatni men qilmadim sen. Niye qildingiz? Beketdeki жағдай Шашылып тұрдым ба? Табиғи деdim ба? Beketdeki жағдайды айтайын деп келдім сен. Murojaat shu. Жағдай міне. Жақсы жағдай. Кешіріңіз. Ертең өзінің қатынасында үйренеміз деп келді міне. Бірлендегі мектепке. Rahmat. Endi shu javobni berma o'rgangan bo'lsam. Javoblarni bermaysiz menga. Men javob so'rayapman. Mine javobim ne? Mektepte so'rab. Mektep bermaydi o javobni deyapman men sizga. Siz berasiz menga. Men sizga murojaat qildim. Maktabga murojaat qilmadim men javobni. Siz nega qonunni o'zingiz talab etib o'zingiz buzyapsiz? Siz ota-ona nega tushunmaysiz? Nega qonunga bo'ysunmaysiz? Nega qonunga bo'ysunmaysiz? Nega onda bermayman javob berib, telefon javoblashacağım qora qo'ng'iroq. Javob bermayman deganim yo'q o'sha yerda. Chechildi masalaning dedim. Hop, chechildi masala. o'zi javob berishni tartaman dedim o'sha yerda. O'zi javob berishni tart. Nega bu qonun tartmayapsiz? Tartaman dedim. Siz yoshimga men borma. O'zbekiston hamda qonun bilan javob berishga qo'rqman. Men liboyda javob beraman buna harakatga. Men qonunni ustuvor emasman. Men shu O'zbekiston yashayapman. Ulkan ayım. Ulkan ne? Senin temsilin ulkan. Ballar jibirmey turgan. Devlet Ballar. Tuhmat qilma. Jibirmiyorsunuz, devlet berasiz, nega tuhmat qilyapsiz? Nega tegmaydi bu qonun? Mana bu Arkadaşlar, söyleysiz. bu bo'lmaydi bular. Hech vaqtda qonun bo'lsa, O'zbekiston qonuni. O'zine bo'ysunuvchi baxtli odamlar birini guvoh bo'lmaydi, yaqinda bo'lsin. Bu sizga guvoh bo'lib bera olmaydi bular. Klassbash bormi? Devlet beraman. Qani nega kelmayapti? Klassbash. Atamamiz Söyleysin ona, tam kaysınız parası. Bular hiçbirisiga guvoh olmaydi. Kerak dedi. O'zingizni o'zingiz guvoh olmaysiz. Men 9-sınıf rahbarman, öğretmen aldım. Ana yüzünün oyuna bir iki metre bağırdım. Çünkü ana yüzüne söyleştim. Çünkü bulaydı. Ben dedi, ustaz dedi, şu azam meselelerim var, mekteplerinde yatı işledi. Şunu çeçi bağına kim veremedi. Oğlan çeçip durup, yettiyse mektepke geldi. Odan keyin ota-onalar yig'inga keldi, uni chaqirdik. Chaqirgandan keyin ular soat nechaga qo'yibsan dedi, soat qalancha qo'yibsan. Bugun men ertangma dedi, ertanga dedi. Keldik, gaplashdik. Biroq shu qizlar ham kelgan yo'q. Shu ne degani, maktab bilan o'zlarimizdan shu nelar bilan bo'lgan muomalalarni endi chechib olgim kerak dedi. Rahmat. Shundan keyin bo'lgan boshqa iloji yo'q.
Kelgan o. Kech bo'lgandan keyin dedi, jiberaman bolalarga dedi. Ama aytib shu. Degan aytib. Hazır ham aytib. Bu qanday masala, ne masala oyog'im yo'q. Biz Son masalaga aytib o'tamiz-da. Ne masala, son masalaga. Masala. Bu Mana bir, mana yega, mana o'sh deb masalani qo'y. Mana chiqqan masalalarga javob xati so'raman. Shu masalalar tushuncha javob xati. Sizga qilgan avzak murojaatim bor. Javob xati berdi, SMS qo'yibman. Javob xati bermadim siz tomoningizda. Ichki ishlarga murojaat qilgan bor. Komissiya kirgizaman, komissiyada to'liq ko'rib Komissiya kirgizdingizmi shuni? Qachon? hujjatlar taqdim qilindi, endi ko'rib chiqib masalasi edi. Kuni qo'yiladi. Kun tartibi belgilanmadi. Kun tartibi belgilanadi, undan kuni ko'riladi. Shu an chaqirasiz. Savolga qo'shimcha javob berdim. Bir kun oldin yoshlar ichki ishlar organlari menga hokimiyatda komissiya yig'ilishi o'tkazadi, bolalarimizni taklif qildi. Soat 11 ga. Keyin u deklaratsiya menga SMS berdi. Shunga qaramasdan men bordim. Komissiya. Siz bir necha hafta men aytdim, qizishmasdan chiroyli gaplashsa bo'ladi. Avvalda keldi. Men borman bu komissiya. Bor bo'lsa men shu bordim deb bilmasdan demaysiz-da. Demayman. Men borgan bo'ldim. O'zing borgan aytaver. Men ham chaqirtirdim u yerda. Men ham keyin bo'ldimi shu komissiya? Komissiya qoldirdi, sen hech qachon qoldirib dedi. Uni shunday dedi. qo'shimcha xabarlaymiz dedi. Men kutib o'tirmasdim uni. Men qo'shimcha. Yo'q, meni kutib o'tirmas. Xo'p, endi ichki ishlar organlariga murojaat qildim. Savol berasizmi? Murojaatimga javob oldim. Maktabga qilgan keyingi murojaatim boshqa masala. Shu yerda adashma. So'nggi masala o boshqa masala. Ota nisbatini bergan chaqaloq o'quv sistemasida o'rinchoq deb aytdim men. Bu murojaatning mazmuni boshqa. Yerlar ichida haqida ma'lumot so'radimi? Yuri men ma'lumot beriladi. To'g'ri, to'g'ri. Sababi girmani so'radim. Sharoit yaratib Yo'q. Açıkçası olmasa atana gidip tekşirmene çağırın bilim alış sisteminde öğrenmen hakkı yok kanun. Haysi moğol ruhsat verin. Ruhsat vermeyeyim olsun ben yazıp verin. Falan moğolümü verdim. Falan moğol ruhsat vermeydim bana cevap atı verin. Ben şu vermeyeyim moğolüm var ya, zorlattır bu şeyler. Ben ayıttırım mı cevap vereyim. Ruhsat vermeyeyim moğolümler hemmesi olsa hemmesini. Misal için ben ayrımlar olsa ayrımlar familyalar bana verin. Ben şu ruhsat vermeyeyim cevap atını alıp şu moğoluyum boyunca Allah'ın ministerine barıp, talim ministerine barıp, bir formatlı minister. Yani Allah moğoluyum sabahına girecektim. Çağrı'nın okul sisteminde öğrenecektim. Yani şu moğoluyum kanuna karşılık ben tasavvur ettim bana. İyi bakacak oldu. Şunu bilmedim. Prezentlerimiz okula katmasın. Maaş Açık sabah koy yönetelim. Prezentimiz olmasa içinde plastik açık sabah koymadık olmayan perdedim karşılık katlaşmadı da koyuyor. Avtomatik koyuyor. Biz kanunu bulamam birinciden. İkinciden açık tabak benim için koyulmuyor, atölyeler için koyuluyor. Hem için. Doğru mu? Doğru. O da ne yapıyor? Anne geldim kıyılıp Mehmet bizim açık tabak koyuyor. Ona hep gerekli. Beni onu hep aldabilmiyor. Beni aldırmak için de köp hayal koyma oluyor. Açık tabak koyuluyor sistematı o size koyulduğu için mektep sistematı. Onu ben taşkilatçılık verebilmeyim. Ben mektebe arıza verdim mi? Öz adına. Sizlere arıza verdim mi? Ha direktör yok. Direktör o direktörüne soruyorum. Direktör olmasa olur. Direktör normal yani. Ben size müracaat ettim mi? Siz eden müracaatın boyunca moğoluna ruhsat vermeyeyim olsa ruhsat vermeyeyim bana cevaplatı vermezsiniz. Verse de vermese de. Haysi moğoluna vermeyeyim olsa siz gitmiş oldunuz. Ben hiçbir pedagoga götürüp hani yaşını sen eğitecek mi? Sen eğitecek mi? Sormana hakkım yok. Kanunla için. Moğoluna sizler kontaktasınız. Benimle kontakta. Düşünmüyorum. Ben tabağına girmek için yemem. Alpların okul metodikasını görmek için yemem. Ona benim hakkım var kanun. Kanunun Moğol'un ruhsatının yeri yok benden. Siz bana şunu takip verin. Kanunun Moğol'un ruhsatıyla atanın metodikayla öğrenip çıktığının yerini takip verin. Ya kanunun şu daha doğru olsa ben girmiyorum. Kanun boysun. Ben hiçbir Moğol'un hukukunu çeklat duramam. Hiçbir neme talep ettiremem. Siz bana konkret cevap vermeyince gumanı bolmak mümkün. Yapsama edersiniz yazık gerçekleri olurdu. Ya şimdi soruyorum ben soru cevap aktörü olurdu hem de. Hani size şunu almamız gerekir. Niye olmaz? Talep edin. Hani atana gidip götürsün meslekler. Niye arıza verdi oğlum? Arızasına niye cevap verilmedi? Size almamız gerekir. Minimiz. Men size bulanık içine yürü verip otlanады. Yani minimum koyuyordu. Ya haysi moğollar etiraz bildirip batıyor. Ya hemmesin ya. Ya düşündüm. Şimdi ben Yunak'ta bilsek koyayım. Hem mi moğolluyum ya? Olmuyor mu? Ya oğlum size saklanayım mı? O cevap verimizde de bana asılıydı orada.
Demak, hali o'zidan ko'rib chiqib mana. Shunchaki ular qog'ozda olgan gap. Yaxshi, ustoz, uni o'rnida bering. Men undan siz qachon javob berasiz? Biz komissiya chaqirib qolsa beramiz. Yo'q, men murojaatga qachon javob berasiz? Komissiyani olmaysan biz. Komissiyani aralashtirman. Murojaatni komissiya kiritdi. Men murojaat masalalarning bari kiritdi. Komissiyada qo'yildi. Shu yerda javob beradi. Men javobim murojaat komissiyada qo'yildi. Demak, sizda ham javob yo'q. Siz sondan bergan javob. Yaxshi, men hurmatli ashulalar ko'rdingiz. Bugun siz meni chaqirib meni so'rab qo'ydingiz. Men kerak bo'lgan murojaat qo'yaman. Hech bir mana javob beraman. Men hech ilojim yo'q, menda informatsiya yo'q, menda ma'lumot yo'q. Men sizga javob beraymi so'ramizda? Yaxshi. Meni bir elimda bir dalil yo'q, men sizga aytib beraymi? Shuning uchun men bu yoshlar bor. Endi dalil yo'q, aytmaysiz. Birda adam yumush ishlayman, men buni yashirman. Men asqaraga. Hep siz bergan savol meni berdim. Qachon tugaydi bular? Maqtanib aytolmaysiz. Bu gapni So, masala sonda. Hani siz juda kulgili ham Mening bir so'zim sizga yoqmaydi. Sening balang o'qib kelmay yurgan bizga qattiq battiribdi men. Tushunsangiz. sizga battiribdi. Sizga batsa yekaylar o'zini. Yekaylar ne uchun yekaylar? Ne istedi o'shimiz? Qani istedi? Bardim ne klassikashi bardingga. Kerakmi? Jibirmagan sen. Bir sog' javonglar mening masalam chizsa jibirmaydi. Bu ne masala endi? Sen masala. Qafbashi bormay jibirmaysiz deb men tuhmatni qafbashasiga ma'lum Bu qildim. ne o'z bardim bilan. Bunday vazir aytib eshitdim o'z so'zni. Jibirmayman deb aytdim. Endi Yaxshi aytib mening masalam chizsa jibirmayman degan. Siz maqam aytib o'tsan, masalam chizsa jibirmayman deb. Ne masala endi? Ne masala? Gap sonda o'tiribdi. Biz buni chiqarmayapmiz. O'zimiz avvalda siz nega kollektivda shishay bu masala? Nima sababchi? Kim qanday bunday aniq kirituvchi rayonning jassurlariga o'tir. Hammadan bor mana. Masala sizning shu prezidentingiz uchun kelib o'tiraman. Prezident menimi? Men aytdim, boshda aytdim ma'lum qaranda. Ta'lim tarbiya olish shart dedim. Ta'lim tarbiya. Prezident menimi? Ata-onasi sizga. Sizga jamiyatning ol adamı. Sizdan ko'proq. Muammo menga ko'proq muammo. Siz maqtanib aytib gapingiz juda bir uyat bo'ldi. Solda endi mana. Savodsiz odam gap bu. Savod odamsiz o'zi ministeriyada kelganim bu ata-ona bo'lib tursa maqtanib aytib gapingiz juda savodsiz odam. Shundan beri degan men maqtanib bu maqtanib men mektabdan savod qo'ydim. Mektabdan sevir bo'lsa, Yaxshilab savod qo'ydim. Javobini konkret olib ber. Men siz kecha bo'ldi, bugun bo'ldi deb Alloh konkret uchun bo'ldi. Mana shu binomat qilganma direktor oldin nazoratlasin. Qachon o'tgan yil oldim mana. Qani men javob berdimmi? Javob berib o'zida turibdi nazoratlasin oldi. Men bilmayman, hozir turibman. Avval oldim men so'zini oldi. Qachon oldi? O'tgan yil oldan so'ng nesi bo'yicha. Xabarim yo'q. Men xabarisi o'tgan yil aytildi. Aytdi unda o'tgan yil. So'kisi bor mana. So'kisini so'kisi bolalar o'qib demak, maktab direktori bitta intizomiy olatda, demak, qag'al muammoni tashlab qo'yadi, o'rniga yana bemalol davom etadi. Maktab direktorining intizomiyga men bir tiyinligim bor. Men bola-chaqam o'quv qilmaydi. Shuni men taqat dedi. Muammoni qaysi? Menga muammoni eshitdi. Qaysi? Sizga iltimos qilyapman. Siz rayon boshliq bo'lgan bo'lsangiz, shu yerda ishlayotgan bo'lsangiz, aniq siz rahbar sifatida vakolat etadigan bo'lsa, men masalani eshitdim. Bu men sizga iltimos qildim. Hech aytmayman. Masalasi yozilmadimi? Yozib qo'yibsiz. Bu masalani bo'lsa, ikkinchi kunga chiqasiz. Qandayda? O'tgan degaysizmi? Bolalarni bu yerga masalaga aralashmay, bolalar o'qishni. Mening masalam, Yaxshulov, maktabda mening masalam yo'q. Sening masalang bolalar kelmaydi, ish yo'qda sevish bo'lolmaydi-da. Qandayda o'rganiga. Narazılık müracaat bermez, o müracaatınız balalarning ta'limga ta'sir qilmoq kerak. O müracaatınız ko'rib chiqiladi, biroq darsda ko'rib chiqiladi, balalar ta'sirsiz o'qida kelmayapti. O'qida da yo'q qo'yildi bolalar. Balalar o'qib kelsa, bo'lmasa masala eshitmayman. Müracaatınız adliyaga ko'rib chiqiladi. Farzandlar biza o'qib ta'minlab olaylik. Birinchi maqsadimiz ta'minlab. Müracaatınız ham ko'rib chiqilmayapti. Ko'rib chiqilmay Shoshmaysiz, hurmatli ichki ishlar. Ta'minlar siz nima turibsiz ta'minlar? Davlatdan maosh olib siz nima qilyapsiz? Ta'minlar nega foyda beradi? Ota-ona mas'ul qilib, siz mas'ul. Xo'sh, ota-ona narusheniya qilayotgan bo'lsa, shoshmay turib men fikrim. Ota-ona shu narusheniya qilayotgan, siz ichki ishlar bo'lsa, aniqlagan bo'lsa, nega tashkil tashkilotga xabar bermadi? Nega kutib o'tiribsiz? Men savol beraman. Nega kutib o'tiribsiz? Xullas siz nima kutyapsizki? Bir chorak ketaman deguncha tomoshabin bo'lib o'tiribsiz? Men hozir Yaxshulov aytib shu bilan beraman. Men o'tkazilib endi u to'g'rimaydi, belam davom etadi. Xo'sh,
Men shuning uchun birinchi sinf farzandingiz alifbeni biladi. Alifbeni öğrenmeye kaldı. kimning aybi? Kimning aybini bari qonunlar sizning o'yinizda birinchi navbatda ota-ona belgilagan. Qonun mujibiga o'zi javob beraman, hech xavotir olmang. Meni xavotir olmang, o'zingizdan xavotir olib iltimos. Men qonun bo'yicha qilgan harakatga o'zim javob beraman. Ikkinchi masalada siz qilayotgan murojaatdan bari bolalarni o'qishini ma'lum. Murojaatga javob beraman. Shoshmay turing. Javob qanday kerak bo'lsa Javob beraman. berishingiz shart. Beradi. Men hozir shuni aytaman. Javob berishimiz shart. Beradi. Xo'p, Javob beradi. har bir murojaat javob beradi. Og'zaki murojaat javob beradi. Beradi. Shoshmay turing, hurmatli ichki ishlar organi. Siz aytyapsiz. Murojaatlar yechilaveradi, bolalar o'qishib tiklayapsiz. Murojaatlarning mazmuni bolalarni o'qishi bilan bog'liqmi yo boshqa men shaxsiy ishim bilan bog'liqmi? Sizning masalan qilayotgan murojaatlaringiz sizning farzandlaringizning o'quvida hech qanday ta'siri yo'q. Ya demak men qilayotgan murojaat bolalarning masalasi emas, Ta'siri yo'q. bolalarning masalasi emas. Bolalarga ta'siri yo'q. Ya bolalarning masalasi nima? Kimning masalasi? Bolalarning masalasi bu. Kimning masalasi ko'tarib, Eshmatning masalasi ko'tarib, Toshmatning masalasi ko'tarib, niye bo'ladi? Ya qo'ni-qo'shnining masalasi ko'tarib beryapman. Hech qanday masala. Ya siz konkret aytingda menga. Andan keldi sen bilan bolalarning masalasi bo'yicha men murojaat qilyapman. U qalay ta'sir qilmaydi bu? Yo'q, murojaat qilyapsiz. Masalan, bundan murojaat qilyapsiz. Turkman tilida deyapsiz. Balam suyuga chiqarmagan deyapsiz. Shu men bolammi shu? Zo'rliq qilyapsiz. Shu men bolammi shu? U yerda Xo'sh, endi nima qilamiz? O'rganib chiqyapsiz balangiz. U qanday ta'sir tegmaydi? O'rganib chiqqanda tasdiqlanmadi dedingiz, to'g'rimi? Men sizga murojaat qildim shu aytda. Javob qanday yaxshi javob talab etasizmi? Berasiz. Talab etganda 2 marta talab etadi. Tasdiqlanmadi deb aytib gapingiz bor mana, to'g'rimi? Hurmatli rahbar eshitib o'tiring. Men aytdim bu yoshli bo'ladi. Deb o'rgangan odamsan dedi. Men mahallada qatnash. Tasdiqlanmasa dedim, ikkita variant bor. Ikkita variant bor. Men shunchaki birovning harakati bo'yicha arz berib ketib beradigan odam emasman. Tasdiqlanmasa, demak men javob berishim kerak qonun bo'yicha. Ya shunga aytdim o'zi. Bu yoqda tushuntirdim. Shunchaki Alizabek ketmayman, talab etdimmi? Tuhmat masalasini ko'rib chiqing dedingiz. Hammaga tuhmatga chiqaman dedingiz. U tuhmatga chiqmaydi, u fuqaro arza beradi, u arza bersa, Ana geldi. Mesele, ülke mesele bu yerde. Vallahi bize katması var. Qatnashtirib, marhamat. Katması Qatnashtirib, iltimos. Qatnashtirib. Vallahi okuyman deb turganda vallahi okuymiz. O'qiymiz deb turibdi. Lekin siz onu jibirmay turibsiz-da. Tuhmat qilma deyapman, javob beradi. Men ustingizdan arza beradi. Siz jibermay turibsiz deb aytayapsiz, javob berasiz. Qayerda bera olmaysiz. Siz onu men emas, sizni psixologlar tekshirdi, boshqalar tekshirdi. Ben mahallada tekshirdi. Klas başkanı. Klass boshlig'i borgan yo'q kechagida? Kechagi safar bormaganim, kechagi safar meni uyimda sadaqa bo'ldi. Men sadaqam kuni sizning uyingizga borib jura olmadim, javob so'rab ketdim bir sinega. Amitdan keyinga. Hop, Shuning uchun men bora olmadim u Ana kuni. geldi, mandayda bu meseleni koyar. Boshqa muallimlar bordi. Men sizga so'rov berib o'tman, siz menga so'rov berib o'tirsiz. Oyak sizga siz bo'lgan o'n qo'yar. Yo'qlar bordi. Birinchi maqsad ulkan maqsad berdi. Ballarni o'qi akelib bo'lmadi. Marhamat. Boshqa masalalarni Akelik- ishi bilamiz onu birga. Akelik, iltimos. Tezlashtirib, Mine sizin ruxsatingiz kerak balani izletingizga. Men- Mine yo'l, mine mektep deb ko'rsatib qo'yingsiz. Bo'ldi. Bizga so'l kerak. men sizni iltimos qilyapman, hurmatli rahbar. Masalalarni qonuniy yeching, har bir masala. Shaffof, adolat yeching, har bir masala. Men tarafdan ham bo'lmam. Maktabning qilayotgan muallif tarafdan ham bo'lmam. Men bolamning tarafdan. Siz rahbar sifatida qonuniy masalani yeching birinchidan. Ikkinchidan bolam maktabga akelib ketyapsizmi? Akelib iltimos, tezlashtiring. Uxlab o'tirmang, tezlashtiring. Bir charak bitdi. Men kutdim. 60 kun kutdim sizning harakatingizni. 60 kun bir charak kutdim men sizning harakatingizni. Tam direktor o'zi aytgan da. kechada akemlar sonda uyingda bir borib olib qaytib bolalarni bu. Yaxshi, tamam. Men unaqa deyman. Bundan akem Masalani yechib, bundan keyin imkoniyat beradi. Balla e'tiroz qilganmi balalar maktabga bormayman deganmi? Ben yana öyle şu ameliyatı şu meseleleri çözüp vereyim aytdim. Nima deydi? Vermeyeyim demedi. Baram dedi. Ben şu meseleleri çeşip vereyim. Kim aytdi? Ballar aytma şiş berme meselesi. Ya aman dedi. Men aytdim. Masala yechib. Ya sonda ne? Ya ballar masala men biroq bu masala şişiru kerak deganimda bu narsa bo'lmaydi men bu narsa bo'lmaydi da. Ya shuni berdi. Men nima Mene aytdim ana. Ustozi o'zi. Dursa. Bolalar boraman maktabga deb, bormayman deb turgan yo'q. Men ham jibermayman deyapman. Men bironta tasdiqlamoqchi sizga gapirdim. Men jibermayman deb gap aytmadim. Keladi. Hozir keladi kerak bo'lsa. Muammo emas deyapman. Biroq muammo yechib berib,
Erteň jiber mamam şeşiret. Erteň mamam eshgan qo'lma javob Ya beradi. şeş, ya oldu, o javoblarni beramiz. Birgalikda o'ylaymiz sen o'tirib shu masalalar bo'yicha. Birgalikda sirtdan o'tirmaymiz. Bolalar jiber o'qiyapti. Nega Sherik kelib turibdi, sherik kelib turib erteň. Sherik kelib turibdi. Bolalar jiber deyapti. Jiberim deyapsam o. Masalani chechib ber deyaptilar. Masala şeşiret birgalikda qilamiz. Birgalikda siz bilan. Qachon ya? Muddati bor o'yla masala. Kecha keldim mana muddati bor keladi erteň. Kecha kelmadi. Men kecha kelmadim, yoshimda muddat so'zman. So'zman, men yoshimga aytdim muddat so'zib dedi. Yurib yaxshi dedim men. Балалар жібере берді. Егер маман шешілмесе, жоғары тұршы инстанция және мұражат болуы Неге? Мен жүрегімде қайсы қанунда бар, құрметті сіз енді юристсіз ғой. Қайсы қанунда ата-ана мектепте баласын дұрыстап оқыта алмай, қиналып инстанция үйретті деген қайда бар? Маман шешілмесе, шешілсе, одан жоғарысына жүре берейін. Баланы бірақ мектепке жібере берсе. Birgalikda o'ylaymiz. Ya birgalikda men aytib o'tman, arablarni silatdim. Үйде баланы ұстап отырмын, өз бір шерікте қашты қалған бұл. Бастағы күні келіп Отырыс деген гәпті айтқан ілтимас. Ерен болып көресіз. Мен ұстап отырмын, сіз дәлелдеп бере алмайсыз. Онда неге мұғалім барған ғой міне мұғалім. Кім келмейді? Не үшін келмейді мектепке? Неге келмейді? Маған бұл сауалды сіз бере алмайсыз. Қазір айтып. Сіз тергеуші емес, прокурор, судья емес. Мен сіз сауал жауап берсем, Мектеп мәжбүри болғаннан кейін бұл адамды жинап алып Doğru. Енді немеге менге шын вақытында хабар бермедіңіз деп жатыр. Менен нарушение кеткен сіздер яшыққа айтып отырсыз ба? Мені ашық іздеп отырсыз ба? ашып істеп жатқан сіз бала жібер деп жатырсыз болған. Жіберді. Неге келмейді? Bir mesele Yaxshi savol berasiz. Nega kelmayapsiz? Siz жібермейсіз мұнда болған неге? Siz shu mutaxassis nega uylanmadingiz? Kelmayapsan, nega uylanmayapsiz? Davlat sizga maosh to'lab qo'ydi, sizlar shunday masala yechish uchun. Bizde maaşınız sizin жұмысыңыз болмасын? Үміт төлеп отырмыз maaş. Ya davlat deyapman ғой енді. Мен deyapman. Davlat deyapman. Әркім bu yerде районда болған, әркім өзінің тарауы бар. Істейтін жұмысы да. Onda hozir manga ne savol berasiz? Не үшін келмей жатыр деп отырмыз? Siz kimsiz manga savol berasiz? Районда істеймін, жақсы танисың. Yaxshi. Qanday lavozimda ishlaysiz? Ish yurituvchi lavozimda істеймін. Bo'ldi, ish yurituvchim umuman javob berdi. Rahbarga javob bergan yo'q, men sizga umuman javob berdim. Bo'ldimi? Aldingiz savolga javob bo'ldi. Bo'ldi, hurmatli 47, shu чистый qazil maydonga olib ko'ramiz. Қылу керек екен деп. Qilib berar ekan. Qoshish? Қастан жібермеді. Qasdan? Ana geldi. Tushirib Ana geldi. Zeynep berasizmi? Ana geldi. Өзі дәлелдеп Niye Muhabbet dəlil vardan olsun? mısın? Atanın bala Niye para dəlil var. olsun? Yani niye dəlil olsun? Düşün gibi yani. Ana geldi. Birine savunma. Ana geldi. Kimse demiyor bana. Koy onu Asya koyar. Götürmeden. İyi ki orası. Olsun götürmesi. İyi ki orası. Öderim mi? Öderim mi? Sonra ben bana sonra verdim. Sonra sen bana uygun var. Bir alıp geri götür mektep dedi. Sen ne devam ettin ben? Onda soruma cevap ver aldın. Alıp geri Onda götür. niye demedin onda? Ben apke Ya demedim. mektepte biri var. Kası götür sen bana. Sana dedim ben. Uygun var. Bir soru verdim onda. Üstüne gülü bassan da benim. Ben üstüne gülü bassan da. Sen Kimse- özün uyumda balaşana koyacaksın. Yaşma. Balaşanın жұмысың болмасын. Senin жұмысың болмасын. Sen балаларına cevap vermedin mi mektepte geldik? Ya жұмысың болмасын деп жатыр. Hiç kimse benim balam. Oldu. Oldu. Yaşım hiç kimse. Bize razı yiyemiz ya. Bize koydu yaşatmaz. Lekin maqsadimiz Şinalan. Maqsadimiz Jasurga menamiz. Jasurga mene. Amin Şinalandan emas. Senin gezinteki mektepte Әкелім akelib. деп Başka mesele yok. Әкелім Sen muamele- ananı bir aytsan, mınanı bir aytasan, mesele qarang, ananı mınanı aytып отсаң да, bu yerda ne sebepçi balalar kelmeyadi mektepke. Ne sebebi ne? Mesele ne için? Mine, siz ata-anasına olamıyor. Ata-anasısan, mana aytmadınız, ata-anasısan, başka meseleni birlikte ko'rib chiqamiz deb Öyle aytgan. mi? Qasımda bo'laman, qasımda kelaman mine. Men qonuniy har bir tarovaga bu yoshga savolga javob berdim. Bu yoshga har bir nima achishada o'tirib kerak bu. Aytib siz nima maqsadda? Bir maqsadga kelganmiz deb aytman men, bir maqsadga. Balalarning ne uchun maktabga kelmayotganini sebepchi men. Bugun sebepchi siz o'tiribsiz so'ng. Dalil beryapsizmi deb aytdim. Yani bilmiyorum ne yazık. Yok zaten gelip jibirmen de olsa. Olma savol berdim. Jibirmen de olsa. Yuristім болып тұрмын мен. Jibirmen de olsa mesele. Jibirmen деп отырмын мен. Ne? Мәселе еш берді. Anda geldi. Bir mesele şişim. Boğanı bassan hiç yok bu жерде. Qachon Sen masala kalgan yechib- nelemde. Yaxshi, qachon masala yechib berasiz sizga savol. Ne? Nima boshsiz bor. Qachon? Yeni şiş. Qachon? Hazır Masala meseleni hazır şöyle çeçilerdi. Hazır bunday oturttuk şunca adam. Anda geldi. Mesatta Biz ballarda men soğuran vadelerimde bana. Senin mi Adam Ya senin mi? Soğun. Vade verdim. Bana dedim. Oğlunu verdim bana. Oldu dedi. Tez oldu. Benim dedim. meseleleri çeçim için geldi mi de şunca adam. Yaxshi, meni to'sib qo'yibdi. Yaxshi bilan bari ata onasidan bilan qarshi ikki qo'ldan chiqadi deydi u. Sen ham qiziquving kerak bolalarning Qizib
Bunda maktab jamoat ham qiziqadi minekay. Meni majburiy deb atibdi. Buni shuncha 1-2 soatdan qurib yuborib gap. Men qilmadim. Kechlarda yaqin aytib bo'ldi. Men keldim Yasuka. Savol Hali berasiz. misol uchun minekay bildir ham hokimiyatda shu hokimning boshchiligida aytganimda jinoyat bo'ldi komissiya. Bu yerdan shu masala hamma tashkilot bo'ldi bu yerda. Hamma odamlar insonlikqa байланыshты dedim больницада bo'ldi, kollaboratsiya boshqa nelar, boshqa tashkilot hammasi bo'ldi. Bu yerda shu gap shunday bo'ldi-da qoldim lekin. Bugun ham endi shu masalani chechik. Bunu tayyorman deyapman. Yardım berin deyapman. Endi kimga yordam qilayman? Hukumatning odam sizlar bo'lsin. Ya endi shuni sizga ham qiziqim kerakda bolalar. Shuning uchun men qayt qilgandan bolalar qizlar maktabga keladi. Shuni aytmadim. Azondan beri. Shu Yaxshi, bir maqsadga o'zimiz bo'lgan, bir maqsadga. Qani? Boshqa masalani qo'yib tur deyapman-da. Masala ko'tarib, men balamning masalasi Ya, ko'p senda masala ko'p. Aytdim sana, masalalar bor dedim. Ya, boshqa masalalar bor. Balamning o'qish masalasini yechib bermaydi. So, o'qish masalasi. Mana maktab tayin mana. Mana o'quvchi tayin mana. Endi ne kerak sizga? Universitetlar vakiliydi u yerga. Men onda deyman. Ya, masala aslida kiyinib jiber bolalarni. Bo'ldi. Bir yerga niyat borsa, bir yerga shart borsa, kel onda. Jibermayapti. Ha. Jibermayapti. Mana kelmayapti. Mana söylesizda prosta söyle. aytgan shu. Kelib buna söyleyip aytgan ne Ular bo'lsa bilan söyle. ta'minlab beramiz deydi. Arız ne olsa sen, konuşursun ne sensin? Oldu, ata-onam Ne olsa söyleyeceksin sen şey olsa. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Men 10-sentyabr kuni bordim. Bu klass boshlig'lar bilan birga Mansur og'aning uyine bordim. Ota-onamga so'ylashdik. Bu yerda akt tezdirdik. Ondan keyin aytdi. Jiberaman dedi. Jiberaman degandan keyin maktabga bir haftadan keyin keldi bolalar. Meni o'zim kutib oldim. Durustmi ana keldiga men bormadim to'g'ri. Jiberaman degandan keyin bir haftadan keldimi? Jiberaman degandan keyin bir hafta keldimi? Ikkovini adashtirma. Haftadan keyin keldi. Ha. Jiberaman degandan keyin bir haftadan keyin kelib boshladi. Kelib boshlagandan keyin to'menda kutib oldi. Klass boshlig'ining qo'lini topshirdi. Nega o'qishini endi partada o'tiradi, o'qiydi deb hammasini o'zimizning qo'limizga topshirdik-ku. Bo'lgani ondan keyingi vaqtlari jinoyatlarda mening qasimda birga islaydigan Kamila degan psixolog qiz uyga borgan. Men u kezda yo'q edim. Söylesdik deydi, qizlar bilan söylesdik. Hamma birga shunday o'tirib qizlar akib söylesgan. Maktabga kelganda birov seni qo'rqitib o'tiribdi yoki boshqa zot qilib o'tiribdi desa, sen qana dedi, men maktabda Nasiba muallim degan boshqa жаңағы o'quvchiga baqirdim, men so'zdan qo'rqdim degan. Uni men u klass bilan kelib biz o'quvchilardan so'radik. O'quvchilar aytdi, men yo'q, bizlar urgan yo'q, baqirgan yo'q dedi. Undan keyin o'quvchilar rost so'ylayapti yoki o'tirib so'ylayapti degan maqsadda biz ulardan test oldik. Test natijasini ko'rib, klassda hech kim o'tirib so'ylagan yo'q. Bu haqiqat ekan aniqlandi. Yana misol uchun lekin hozir Demak, men qizim yolg'onchimi shunda? ana keldi. Men bilmadim-ku endi. Bilmasang nega bilmaysan? Men klassdan keldim. Sen shu bolalarni test olayotganda shu klassning ichida menga bir qizim bormi edi? Bu kelganda ana keldi, bu kecha yo'q edi qizlar. Nega chaqirtmadingiz shunda? Siz izlendingizmi? Tengeni ikkinchi yog'ini izlendingizmi siz? Nega bir yoqlamay to'xtab turman men? Endi men aytib olayin. Men u kezda testda olganda men yo'qman. Men u kezda u qizlar Siz olindi, o'tirib chiqdi deyotirsiz hozir siz. Nega tengeni ikkinchi yog'ini ko'rmadingiz siz? Nega shu prezidentlar chaqirtmadingiz siz? Men ikki prezidentim bor, chaqirdingizmi siz? Komissiya akil beri, men savat o'tkaraman. yaxshi aytib olaman anaga sizlar. Siz psixologsiz, to'g'rimi? Shu klassda 8 ta bola bor, o'qiydi, to'g'rimi? 8 ta qiz bola bor. Shu 8 ta qiz va 6sidan test olgansiz, to'g'rimi? 6 ta qiz bola to'g'ri gapiryapti deb xulosa beryapti, to'g'rimi? Endi shu klassda 8 ta bola bor. 6sidan qolib 2 o'qib qo'ydik, shu 2ni nega olmadingiz? Harakat qilmadingiz shu kunga deydi. Anlagandaga o kezda testni olgan kezda mening qasimda qiz oldi. Natijadan sol chiqadi. Jumaqda dedi hech kim yolg'on so'ylamagan aniqlandi. Tek sababi sizning qizingizning so'zidan keyin sol klassdan yolg'on so'ylayotgan yo'q ekan. Sol haqida test olinsin deb jinoyatda aytilgan. Shu qiz qani endi? Siz ishlamagan ishingizda nega birovning otini so'ylab tursiz ketdi deb. Men aytdim, sol test Siz olingan. birovning otini so'ylay olmaysiz, bilasizmi? O'zing olmagan zatni. O'zing olmagan zatni nega so'ylab tursan birovning otini? O'zing olgan zating bo'yicha so'yla, olgan bo'lsa, bo'lmasa qo'y, birovning otini so'ylayver. Ana keldi. Ana keldi bilmaydi. Demak, sen fikringcha, hurmatli psixolog, men qizim yolg'onchi-ku. Sen bu harakatlarga javob berasan. Sen salmoq. Niye uxlab o'tiribsan shunda? Endi bizga shuncha
Manav deb o'tirgandan ko'ra bunday sen ham aytding yana sen ham ota-onada misol uchun sen hozir bolalarni qo'llab-quvvatlab shuni qaytganda uni ta'limini olsa ertaga hayotda o'zining o'rnini topib olsa o'zini qatorida qo'shilib ketsa sana rahmat aytadi-da. Agar dinsa ertaga o'zining o'g'illari yaxshi bo'lib ketsa endi hozir mana shu ish qaytganda uni qo'llab-quvvatlab maktabda ba'zi aytib turgan gaplarni bolalar qizlarni o'qituvda yaxshi bir tayyorman deyapman. Shuni harakat qilyapman men. Yordam beryapman. Hadi men nima bo'lmoq ketdi men shu kamchilik tuzatdim. Hozir misol uchun shu necha sababga aytib tursa shuni ta'minlab bersak mana men javob bersak u arzon murojaat boshqa narsa chiqilaveradi. Men balam bilan bog'liq bo'l, janob. Durust. Men balam bilan bog'liq. Hamma qatori balamlar qizdan bari o'rni qo'yib o'qitamiz deyapti. Chunki men sizga e'tirozim qavlar edim hozir gapingizda. Qachon agarda men qilib turgan murojaatim maktabning o'zini partasini shu parta ketdi, ya kompyuter yo'q, kompyuter ketdi, u ikkinchi darajali masala. Endi shu masala men bolamni o'qishi bilan bog'liq bo'ldi. Shuning uchun iltimos qilyapman men. Siz talab qo'yib turgan talab meni yaxshi deyapman, yechib bering masalani deyapman. Siz nimaga men tushunmay turib boshqa yoqqa tushuntirsiz lekin. Siz tushuntirmang. Men murojaatim har bir o'zim, men bolamni o'qishi bilan bog'liq. Shuni yechib bering deyapman. Iltimos deyapman. Meni rahmat Endi shuni misol uchun hozir bunday maktabga qatnasa shuni bugun birinchi chechilarda ertaga ikkinchisi chechilarda Kayotdi, janob. endi yosh Kayotdi, janob. nega 3 yil ham o'tdi qo'y 2 oyda aytib o'tsan 3 yil ham Demak 3 yillar ishlamagan bu. Nima shu? Nima bo'lsa endi uni o'chir endi sen bir iyal azroq. Hayot degan endi narsa hozir bor. Bo'ladi shu tushirgan. yaxshi söylеген vaqtda tushunib qo'ying. Ya bu so'zlar Hozir mana men o'chir yaxshi qarindashim. Qara. Bir o'chir. Bir o'chir va